Roblox в России все. Окончательно и уже без шуток. Ребята, я к вам со срочными новостями. Утро у нас сегодня недоброе. Этот ролик максимально внеплановый. Сегодня по плану должен был выйти другой ролик, который мы для вас готовили целую неделю. Но сегодня начали появляться новости о том, что Roblox, вероятнее, заблокировали в России. Всем привет, ребята, с вами Кларикс. И как вы все сегодня заметили, в России заблокировали Roblox. Roblox официально заблокировали в России сегодня. Roblox официально заблокировали в России. В России забанили Roblox. Заблокировать. В РКН рассказали о планах заблокировать игру. Роскомнадзор нашел неподобающий контент. Что думаешь про блокировку Roblox, а ЛНРБ забанили? Hammaga salom va Roblox Rossiyada bloklandi. 3-dekabr kuni ertalab Rossiyaning turli mintaqalaridan foydalanuvchilar Roblox platformasi, jumladan mobil versiyasi mavjud emasligi haqida xabar berishdi. Noyabr oyida Roskomnadzor platformada nomaqbul kontent, ya'ni kattalarga mo'ljallangan kontent borligi haqida xabar bergan va xizmat 2019-yildan beri ko'plab shikoyatlar olgan. Yanvar oyida Roblox Roskomnadzor talablariga binoan nonaviy jinsiy aloqalar targ'ib qiluvchi kontent allaqachon olib tashlangan edi. 2022-yil sentyabr oyida Rossiyada ushbu xizmatdan kunlik faol foydalanuvchilar soni 2 million tashkil etdi. Roskomnadzor birinchidan nima? Bu Rossiyani javob beradigan odamlardan biri. Va Roskomnadzor Robloxni bloklab qo'ydi, chunki jinsiy aloqa targ'ib qilingani uchun, lekin u narsa olib tashlangan edi. O'shaning uchun bloklab qo'yishdi yaqinda Robloxda. Va balkim sizlarda savol bo'layotgandir. O'zbekistonda ham bloklab qo'yishlari mumkinmi? Hozircha yo'q deb o'ylayman, chunki Roblox Rossiyaga qaraganda e'tibori juda kam. Agar PUBG ni O'zbekistonda shuncha mashhur bo'lib turib bloklamagan bo'lsa, demak bizda ham Roblox bloklanishi baribir ham kam foiz hozircha. Shunday xabarlar keldi yaqinda, men sizlarga o'qib berdim. Mayli, hammaga xayr, salomat bo'linglar.